Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Nilufar Usmonova haqida kutilmagan xabarlar hozirgina oshkor qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Nilufar Usmonova yana kelinlik libosida. To'ymi yoki yangi klip? Nilufar Usmonova internet tarmog'ida oq kelin ko'ylakda kutilmagan ko'rinish berib, barchani hayron qoldirdi. Xonandaning bu obrazdagi videolari tarqalishi bilanoq keng ommada Nilufar Usmonova yana turmushga chiqyaptimi degan qizg'in savollar yuzaga keldi. Gap shundaki, hozircha katta to'y taraddudiga o'xshab ko'ringan bu kadrlar aslida shaxsiy hayotidagi burilish emas, balki navbatdagi ijodiy yangilikka ishora qilayotganga o'xshaydi. Olingan tasvirlar, kamera ortidagi muhit va umuman jarayon ularning barchasi shunchaki katta tayyorgarlik bilan olinayotgan yangi klip syomkasi ekanligini anglatmoqda. Katta ehtimol bilan xonanda o'zining kelgusi yirik konsert dasturi oldidan yana bir ommabop taronani vizual tarzda boyitib taqdim etmoqchi. Yaqin kunlarda bu jozibali ko'rinish ortidagi asl haqiqatni xonandaning o'zidan aniq bilib olamiz. Hozircha esa muxlislar yangi trek premyerasini intiqlik bilan kutmoqda, deyiladi xabarda.